qog'oz Fahrenheit bo'yicha 451 gradusda yonadi. Bugun Ray Bradbury'ning Fahrenheit bo'yicha 451 gradus asari haqida gaplashamiz. Romanda kitoblar taqiqlanadigan jamiyat haqida gap boradi. Barcha kitoblar yoqiladi. Qizig'i bu ishni o't o'chiruvchilarning o'zlari qilishadi. O't o'chiruvchilar o'zlari o't qo'yishadi. Ma'nosiz bo'lib, ma'no bo'lib chiqsa-chi? Bosh qahramon o't o'chiruvchi Mantek qo'shni qiz Clarissa bilan tanishgach, o'z ishining xatoligini tushunib yetadi. Xotini va ishini tashlab qochadi. Hatto boshlig'i Bittini ham yoqib yuboradi. Nihoyat o'zi kabi boshqacha fikrlaydigan odamlar jamoasini topadi. Ular bilan birga kitoblardagi bilimlarni asrab qolishga va kelajak avlodlarga yetkazishga harakat qiladi. Bu kitobi bilan yozuvchi bugungi kunimizni bashorat qilgan. Biz ham kitoblarni yoqayapmiz. O'qilmagan va tokchada chang bosib yotgan har qanday kitob bu biz yondirib kul qilayotgan kitoblardir. Iltimos, kitoblarni yondirmaylik.